Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani oddiy va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabar nimani anglatadi? Bu kimlarga ta'sir qiladi? Endi pensiyani qanday tasdiqlash mumkin? Imtiyozlardan foydalanishda qanday hujjat kerak bo'ladi va eng muhimi, hozir pensionerlar nima qilishi kerak? Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni imtiyozdan, to'lovdan yoki xizmatdan vaqtincha foydalana olmay qolishiga olib kelishi mumkin. Men sizga masalani vahima qilmasdan, lekin juda jiddiy yondashgan holda tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklar aynan pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari uchun kerak. Avval ko'p yillar davomida pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun alohida pensiya guvohnomasi ishlatilgan. Ya'ni odam pensiyaga chiqqanidan keyin unga maxsus guvohnoma berilgan. U guvohnomada ism, familiyasi, pensiya turi, ayrim hollarda pensiya tayinlangan sana va boshqa ma'lumotlar ko'rsatilgan. Odamlar avtobusda, poyezdda, tibbiyot muassasasida sanatoriy yo'llanmasi olishdi. Kommunal yoki boshqa imtiyozli xizmatlarda ana shu guvohnomani ko'rsatib kelgan. Ko'pchilik uchun bu hujjat odatiy qo'lda ushlab yuriladigan, pensiya maqomini isbotlaydigan asosiy dalil bo'lgan. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya guvohnomasi bosqich-bosqich qog'oz shaklida alohida hujjat sifatida ishlatilmaydigan tizimga o'tilmoqda. Buning ma'nosi shuki, davlat organlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar pensioner haqidagi ma'lumotni qog'oz guvohnomadan emas tekshirishi kerak bo'ladi. Ya'ni odam pensiya oluvchimi yoki yo'qmi, qaysi turdagi pensiya oladi? Unga imtiyoz tegishlimi? Bularning barchasi tegishli axborot tizimlari orqali aniqlanishi kerak. Men bu yerda eng muhim narsa alohida ta'kidlayman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degani pensiyaning o'zi bekor qilinmoqda degani emas. Bu ikki narsani aralashtirmaslik kerak. Pensiya to'lovi, ya'ni har oy olinadigan pul qo'lida belgilangan tartib asosida davom etadi. Gap faqat pensioner maqomini tasdiqlash usuli haqida ketmoqda. Oldin bu maqom ko'proq qog'oz guvohnoma orqali tasdiqlangan bo'lsa, endi elektron ma'lumotlar, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va tegishli tizimlar orqali tasdiqlanishi ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishning sabablari ham bor. Birinchidan, qog'oz hujjatlar yo'qolib qoladi, yirtiladi, eskiradi, undagi yozuvlar o'chadi. Ikkinchidan, ayrim hollarda eski guvohnomalar yangilanmagan bo'ladi yoki ma'lumotlar hozirgi elektron bazalar bilan mos kelmaydi. Uchinchidan, davlat xizmatlari raqamlashtirilayotgani sababli odamdan har safar qo'shimcha qog'oz olib kelishni talab qilish o'rniga tashkilotning o'zi bazadan tekshirishi maqsadga muvofiq. To'rtinchidan, soxta hujjatlar, noto'g'ri ma'lumotlar yoki takroriy hujjatlar bilan bog'liq xavflarni kamaytirish uchun ham elektron tekshiruv qulayroq hisoblanadi. Biroq amaliy hayotda bitta muammo paydo bo'ladi. Barcha tashkilotlar ham yangi tartibga bir kunda moslashib ketmaydi. Ayrim joylarda xodimlar hali ham eski odat bo'yicha pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rashi mumkin. Ayrim pensionerlar esa guvohnomam bekor bo'lsa, endi men imtiyozimdan foydalana olmaymanmi deb xavotirga tushadi. Men bugun aynan shu noaniq joylarni ochib beraman. Birinchi navbatda barcha pensionerlar shuni bilish kerakki, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi yoki qog'oz shakldagi guvohnoma berish to'xtatilishi sizning pensiya olish huquqingizni avtomatik ravishda yo'q qilmaydi. Agar sizga pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, siz har oy pensiya olib kelayotgan bo'lsangiz, tegishli jamg'arma yoki bank orqali to'lovlaringiz amalga oshirilayotgan bo'lsa, demak sizning asosiy huquqingiz saqlanadi. Bunday holatda vahima qilishga hojat yo'q. Lekin ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirib qo'yish kerak. Masalan, o'rtaksi yoshli otaxon har oy 20 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. Uning qo'lida eski pensiya guvohnomasi bor. Lekin hujjatning muqovasi yirtilgan, ichidagi ayrim yozuvlar ko'rinmay qolgan. Oldingi tartibda u har safar shu guvohnomani ko'rsatib yurgan. Yangi tartibda esa otaxonning asosiy hujjati shaxsini tasdiqlovchi pasport yoki ID karta bo'ladi. Pensionerligi esa elektron bazadan aniqlanishi kerak. Agar u bankdan pensiya olayotgan bo'lsa, bank tizimida ham, pensiya organlari bazasida ham uning ma'lumotlari bo'lishi kerak. Demak, otaxon guvohnomasi eski bo'lgani uchun pensiyasiz qolmaydi. Yana bir misol. Olamizda 2 yoshli ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya oladi.
u tuman poliklinikasida ayrim imtiyozlardan foydalanmoqchi. Xodim undan eski guvohnoma so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda ayol kishi shaxsini tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatadi va pensionerlik maqomi elektron tizim orqali tekshirilishini so'rashi mumkin. Agar muassasada tizim ishlamasa yoki xodim bilmasa, u holda tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan pensiya oluvchi ekanligi haqida ma'lumotnoma olish mumkin. Bu guvohnoma o'rnini bosadigan vaqtinchalik yoki amaliy yechim bo'lishi mumkin. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqan fuqarolar. Chunki eski guvohnoma berilmayotgan yoki yangi tartibga o'tilayotgan davrda ular menga hech qanday guvohnoma berilmadi. Demak, pensiyam to'liq rasmiylashmaganmi? deb o'ylashi mumkin. Aslida pensiya tayinlangan bo'lsa, qaror chiqarilgan bo'lsa, to'lov boshlangan bo'lsa, qog'oz guvohnoma berilmagani pensiya yo'q degani emas. Biroq qaror nusxasi, bank kartasi, SMS xabarnomalar, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma kabi dalillarni saqlab qo'yish foydali. Ikkinchi guruh imtiyozlardan ko'p foydalanadigan pensionerlar. Masalan, transport imtiyozi, dori-darmon, sanatoriy, tibbiy xizmat, kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar yoki boshqa ijtimoiy yordamlar. Bu odamlar uchun eng muhim masala shuki, har bir imtiyoz alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Pensioner bo'lishning o'zi hamma imtiyozlarni avtomatik bermaydi. Ayrim imtiyozlar yoshga doir pensionerga, ayrimlari nogironligi bo'lgan shaxsga, ayrimlari urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan shaxslarga, ayrimlari kam ta'minlangan oilalarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun guvohnoma bekor bo'ldi deganda har bir imtiyoz bo'yicha qaysi hujjat asos bo'lishini alohida tekshirish kerak. Uchinchi guruh. Hujjatlarda farq bor fuqarolar. Masalan, pasportda familiya boshqacha yozilgan, nikohdan keyin familiya o'zgargan, tug'ilgan sana eski hujjatda boshqa, elektron bazada boshqa ko'rsatilgan, yashash manzili yangilanmagan. Ana shunday holatlarda qog'oz guvohnoma bekor bo'lishi muammo emas, lekin bazadagi xatolik muammo bo'lishi mumkin. Chunki tizimda ma'lumot mos kelmasa, tashkilot sizni darhol topa olmasligi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday fuqarolar oldindan tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishi kerak. 4-guruh pensiyani ishonchnoma orqali oladiganlar. Masalan, pensionerning o'zi yura olmaydi. Farzandi yoki boshqa yaqin qarindoshi uning nomidan pensiyani olib beradi. Bunday vaziyatda guvohnoma emas, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va bank tartiblari muhim rol o'ynaydi. Agar pensionerning ma'lumoti bazada to'g'ri bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tmagan bo'lsa, bank kartasi yoki to'lov tartibi to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, guvohnoma bekor bo'lishi to'lovni to'xtatish kerak emas. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, hujjatlar mos kelmasa yoki pensioner yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Har oy pensiyasini muntazam olayotgan, pasport yoki ID kartasi amalda bo'lgan, bank kartasida muammo yo'q. Ma'lumotlari elektron tizimda to'g'ri bo'lgan pensionerlar odatda xavotirga tushmasligi kerak. Ular uchun asosiy vazifa eski guvohnomani yo'qotib qo'ydim deb vahima qilmaslik, lekin kerak bo'lsa, pensiya oluvchi ekanligi haqida ma'lumotnomani qanday olishni bilib qo'yishdir. Endi men eng ko'p chalkashlik keltirib chiqaradigan jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala. Eski pensiya guvohnomasi butunlay yaroqsiz bo'lib qoladimi? Amaliyotda bunday o'zgarishlar odatda bosqichma-bosqich joriy qilinadi. Ya'ni bir joyda eski guvohnomani hali qabul qilishlari mumkin. Boshqa joyda esa elektron tekshiruv talab qilinadi. Shuning uchun eski guvohnomangiz bo'lsa, uni darhol tashlab yubormang. U asosiy hujjat bo'lmasa ham ayrim vaziyatlarda qo'shimcha dalil sifatida yordam berishi mumkin. Ayniqsa ma'lumotlar bazasida vaqtincha texnik uzilish bo'lsa, eski guvohnoma pensiya to'lovlari haqidagi SMSlar yoki bank ko'chirmasi vaziyatni tushuntirishga yordam beradi. Ikkinchi nozik masala. Hamma joy elektron bazadan tekshira oladimi? Nazariy jihatdan shunday bo'lish kerak. Lekin hayotda har bir tashkilotning texnik imkoniyati internetda xodimlarining bilimi bir xil emas. Masalan, katta shahardagi davlat muassasasi ma'lumotni tez tekshirishi mumkin. Lekin chekka hududdagi kichik tashkilotda xodim hali yangi tartibni to'liq bilmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar va ularning farzandlari xotirjam. Lekin qat'iy bo'lish kerak. Mening ma'lumotim elektron bazada bo'lishi kerak.
iltimos tekshirib ko'ring deb aytish kerak. Agar xodim baribir qog'oz talab qilsa, qaysi normativ hujjat asosida talab qilayotganini so'rash va kerak bo'lsa rahbariyatga murojaat qilish mumkin. Uchinchi nozik masala pensiya turi bilan imtiyoz turi aralashib ketadi. Masalan, hamma pensioner ham bepul dori oladi degan tushuncha noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zi dorilar faqat alohida kasalliklar bo'yicha ayrim ijtimoiy toifalar uchun yoki shifokor xulosasi asosida beriladi. Yoki transport imtiyozi ham har bir hudud va har bir transport turida bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hammasi bepul deb emas. Mening aniq maqomim bo'yicha qaysi imtiyozlar bor deb yondashish kerak. Guvohnoma bekor qilinishi aynan shu farqni yanada muhim qiladi. Chunki endi hammasi elektron ma'lumot va aniq toifa orqali tekshiriladi. 4-nozik masala, ma'lumotnomani qayerdan olish kerak? Agar sizdan pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat so'ralsa, siz tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazlari yoki elektron davlat xizmatlari portali orqali ham ko'rsatilishi mumkin. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, telefon raqam, agar vakil bo'lsa ishonchnoma, kerak bo'lsa pensiya tayinlanganligi bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'ladi. Men har doim pensionerlarga shuni maslahat beraman. Hujjatlar papkasida pasport nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror yoki ma'lumotnoma, eski guvohnoma nusxasi, telefon raqam va yaqin qarindosh raqami tartibli saqlansin. 5-nozik masala, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Har safar hujjat tizimi o'zgarsa, bundan foydalanmoqchi bo'lgan odamlar paydo bo'ladi. Kimdir pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi, yangisini pullik qilib beraman deyishi mumkin. Kimdir kartangizni yangilash kerak. Kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Kimdir ma'lumotlaringiz bazadan o'chib ketmasligi uchun pul o'tkazing deb aldashi mumkin. Men aniq aytaman. Bank kartangizdagi SMS kodni hech kimga aytmang. Plastik karta raqami, amal qilish muddati va maxfiy kodlarni begonalarga bermang. Telefon orqali kelgan shubhali havolalarga kirmang. Pensiya bilan bog'liq rasmiy ishlar faqat davlat organlari, banklar va qonuniy tartib orqali hal qilinadi. 6-nozik masala, pensiya to'lovi kechiksa, sabab guvohnomada bo'lmasligi mumkin. Ba'zan pensioner guvohnoma bekor bo'lgani uchun pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Lekin pensiya kechikishining sabablari boshqacha bo'lishi mumkin. Bank kartasi muddati tugagan, hisob raqami yopilgan, pensionerning yashash joyi o'zgargan, hujjatdagi ma'lumot yangilanmagan, ishonchnoma muddati tugagan, texnik uzilish bo'lgan yoki qayta tekshiruv zarur bo'lgan. Shuning uchun pul tushmasa, birinchi navbatda bankdan hisobni tekshirish, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. 7-nozik masala, chet elda yoki boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Agar pensioner vaqtincha boshqa viloyatda yashasa yoki chet elga chiqqan bo'lsa, pensiya olish tartibi, tasdiqlash, bank kartasi, ishonchnoma masalalari yanada muhim bo'ladi. Bunday vaziyatlarda eski guvohnoma emas, rasmiy ro'yxat, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank amaliyoti va vakillik hujjatlari asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun uzoq safarga chiqishdan oldin pensiya bo'limiga murojaat qilib, to'lov tartibi buzilmasligi uchun nimalar kerakligini aniqlab olish kerak. Endi men pensionerlar va ularning farzandlari nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amaldami, familiya, ism, otasining ismi. Tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzilingiz yangilanganmi? Bank kartangiz muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz faolmi? Shularni ko'rib chiqing. Juda ko'p muammolar aynan oddiy ma'lumotlardagi xatodan boshlanadi. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovlaringizni nazorat qiling. Har oy pensiya qachon tushayotganini yozib boring. Masalan, daftar ochib oy nomi, tushgan sana, summa va bank nomini qayd qiling. Agar odatda 10 sana atrofida tushadigan pensiya 5-7 kun kechiksa, darhol vahima qilmang, lekin bankdan va pensiya bo'limidan aniqlashtiring. Agar summa o'zgarsa, sababini so'rang. Pensiya miqdori indeksatsiya, qayta hisoblash, ushlanmalar yoki boshqa qonuniy omillar sabab o'zgarishi mumkin, lekin har qanday o'zgarish tushunarli bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, pensiya oluvchi ekanligingiz haqida ma'lumotnoma olish yo'lini bilib qo'ying. Agar sizga biror tashkilotda pensioner ekaningizni tasdiqlang deyishsa, pasport yoki ID karta bilan tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring.
u yerda siz pensiya oluvchi ekanligingiz haqida ma'lumotnoma so'rashingiz mumkin. Agar siz bora olmasangiz, yaqin qarindoshingiz notarial ishonchnoma asosida murojaat qilishi mumkin. Agar hududingizda elektron xizmat mavjud bo'lsa, davlat xizmatlari markazi yoki mytokka.uz orqali ham aniqlashtirish mumkin. Bunda xodimdan aynan qaysi xizmat turi kerakligini so'rab, arizani to'g'ri rasmiylashtirish muhim. 4-qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Uni tashlab yubormang, yo'qib yubormang. Endi kerak emas deb yo'qotmang. Agar u endi asosiy hujjat sifatida ishlatilmasa ham, sizning pensiya tarixingizni ko'rsatadigan qo'shimcha hujjat bo'lib turishi mumkin. Men maslahat beraman. Eski guvohnomaning rasmiga olingan nusxasini telefoningizda saqlang. Bir nusxasini farzandingizga yuboring, qog'oz nusxasini hujjatlar papkasiga qo'ying. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun foydali. 5-qadam. Imtiyozlaringiz ro'yxatini aniqlang. Siz qaysi asosda pensiya olasiz? Yoshga doirmi, nogironlik bo'yichami, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yichami yoki boshqa turdagimi? Sizda qo'shimcha maqom bormi? Nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, kam ta'minlanganlik holati, yolg'iz keksalik holati. Har bir maqom bo'yicha alohida imtiyoz bo'lishi mumkin. Buni mahalla, tuman ijtimoiy xizmat bo'limi, pensiya jamg'armasi, poliklinika yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtiring. Qo'shnim shunday imtiyoz olgan ekan, menga ham berilishi kerak degan yondashuv har doim to'g'ri emas, chunki har bir odamning huquqiy holati alohida baholanadi. 6-qadam. Agar sizdan noqonuniy tarzda qog'oz guvohnoma talab qilinsa, xotirjamlik bilan yozma javob so'rang. Masalan, biror tashkilot guvohnomasiz xizmat ko'rsatmaymiz desa, siz iltimos rad etish sababini yozma ravishda bering deyishingiz mumkin. Ko'p hollarda yozma javob so'ralganda xodimlar masalani diqqat bilan tekshiradi. Agar haqiqatan ham muammo bo'lsa, siz yozma javob bilan yuqori tashkilotga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki tortishuvdan ko'ra yozma murojaat ko'proq natija beradi. 7-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Men ko'p ko'raman. Yoshi katta odamlar telefon kodlari, elektron xizmatlar, bank kartalari, ID karta bazadan tekshirish kabi masalalarda qiynaladi. Shuning uchun farzandlar oyda bir marta ota-onasining hujjatlarini, kartasini, SMS xabarlarini, to'lovlarni tekshirib qo'ysa, juda katta muammolarning oldi olinadi. Lekin bu yordam xavfsiz bo'lishi kerak. Karta kodlarini begonalarga bermaslik, telefonni shubhali odamlarga tutqazmaslik, notanish havolalarni bosmaslik kerak. 8-qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiyalar bekor bo'ladi. Hamma guvohnomasini almashtirmasa pul olmaydi. Bugun oxirgi kun degan vahimali xabarlar tarqalishi mumkin. Men bunday xabarlarni darhol ishonchli deb qabul qilmaslikni maslahat beraman. Avval pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, bank yoki rasmiy idoralarning e'lonlarini tekshiring. Agar tushunmasangiz, mahalladagi mas'ul xodimdan, pensiya bo'limidan yoki yuridik maslahat beruvchi mutaxassisdan so'rang. 9-qadam. Ariza yozishni biling. Agar sizning ma'lumotingiz bazada chiqmasa, imtiyoz berilmasa yoki pensiya maqomingiz tasdiqlanmasa, arizada quyidagilar bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilayotganingiz, o'zingizning FIH, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, muammoning aniq mazmuni, qaysi sanada, qaysi tashkilotda qanday holat bo'lgani, sizning talabingiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchiman. Lekin falon tashkilotda pensioner maqomim elektron tizimda ko'rinmagani sabab xizmatdan foydalana olmadim. Ma'lumotlarimni tekshirib, pensiya oluvchi ekanligimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 10-qadam. Har bir hujjatdan nusxa oling. Pasport, ID karta, eski pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma, bank rekvizitlari, ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, imtiyozga asos bo'luvchi hujjatlar alohida papkada tursin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, davlat idorasiga borganda ham, bankda ham, poliklinikada ham ish tezroq bitadi. Hujjat yo'qolsa esa uni qayta tiklashga vaqt ketadi. Keling, yana bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 7 yoshli ona avtobusda imtiyozdan foydalanmoqchi bo'ldi. Haydovchi yoki nazoratchi undan pensiya guvohnomasi so'radi. Onaning qo'lida faqat ID karta bor. Bunday holatda ona o'zini pensioner sifatida elektron bazadan tekshirish mumkinligini aytish kerak.
agar aynan transport tizimida maxsus karta yoki alohida ro'yxatdan o'tish tartibi bo'lsa, transport tashkilotidan yoki mahalladan bu tartibni aniqlashtirish.